Oh. Yo, onasi senga nima bo'ldi? Ertalab ketayotganimda yaxshi eding-ku. Voy dadasi, bir minutdagi nima bo'lishingizni bilmas ekansiz. Mendan rozi bo'ling dadasi, rozi bo'ling. Hozir men doktor chaqiraman. Voy kerak emas dadasi, meni kasalim doktorlik emas. Men hozir. Onasi, ishxonamdagi dostondan so'rasam, kimlayam menimcha qoni kamaygan, shuning uchun pul pishirib deganda. Voy tilim bu uzunligi yetmaydimi sizga? Yana bir qarich uzayib ketsinmi? Voy. Voy yana nima balolarni ko'tarib kelyapsiz? Firdavsdan so'rasam, kimlayam menimcha kalsiysi kamayib ketgan, shuning uchun tuyoqdan xaladis pishirib deganda. Olib keldim. Nimaga siz meni kasalimni ishxonadagilaringizdan, o'rtoqlaringizdan so'raverasiz? Ular qaydan biladi menga nima kerakligini? Bo'lmasa kimdan so'rang? Meni dugonalarimdan so'rang. Allo, Nigora, Zahro prezentatsiya nima qilsa bo'ladi? Bekis aka, Timoda yangi ko'ylaklar kelgan. O'shanda olib bering. Bir qisqa bo'lmagandek bo'lib ketadi. Zahro? Ketdikmi dadasi? Assalomu alaykum. Timoda magazinimizga xush kelibsiz. Singlim, menga shunaqa sportika beringki, o'zim 97 kilo bo'lsam, meni 60 kilo qilib ko'rsatsin. Yana menga chiroyli ko'ylak bering. Uyqudan uyg'onib u ko'ylakni kiyganimda xuddiki makiyaj qilib salondan chiqib kelgandek ko'rinay. Yana menga kostyum bering. Uni kiyib ko'chaga chiqqanimda o'zimni xuddi podiumda yurgandek his qilaman. Sinimki nizmasasi yo'q deb turavering. L'ombra di un bel fiore. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fiore. E questo Voy, singlim bir hisoblab oling. Voy, bu narxni ko'rsa erim kasal bo'lib qoladi-yu. Unda bizning Timoda do'konimizda 4, 5, 6, 7 kunlar Qurbon hayit munosabati bilan chegirmalar bo'lib o'tadi. Ikkita kostyum olsangiz, uchinchisi tekin. Iye, olgan ko'ylaklaring qani? Timoda do'konida 4, 5, 6, 7 iyun kunlari Qurbon hayiti munosabati bilan aksiya bo'lyapti ekan. Ya'ni ikkita ko'ylak olsam, uchinchisi tekin o'sha kuni kelaman. Ungacha olgan ko'ylaklaring qolmasa-chi? Voy, shuni o'ylamayman-ku. Singlim, to'xtang. Ayollar och qolsa qolsinki, lekin aksiyani o'tkazib yubormasin. Manzil Salom choyxonasiga yetmasdan Kadzikani to'g'risida.